bitta gapiringizlar. Hey, mana bolam bog'chaga olib boryapman. Joy yo'q deyapti. Xalqqa beringlar shuni. Go'sht muammo bo'lyapti. Narx ko'tarilib ketgan. Chetdan bemazza go'sht olib kiryapsizlar. Bo'ldi. Men hokimning yordamchisi bo'laman. Bu yordamchim hozir hamma kamchiliklarni bloknotiga yozyapti. Buni yuqoriga shunday topshiramiz, hamma muammolar hal bo'ladi. Menga qarang, men diplomim bor, hunarim bor. Bo'ldi, sizga ish kerakmi? Yo'q, menga kerak. Srochni iloji bormi? Bitta bo'lsin, zo'rdan bo'lsin, onasini imsin yozing. Yaz. Mayvan, hokimning yordamchisi bu mahallaning kamchiliklari qachon hal bo'ladi endi? Rais bu xalqning dardini bloknotga yozib qo'ydik. Endi shunday yuqoriga topshiramiz, bir pasda hal bo'ladi. Qamardan aka, bloknot yo'q-ku. Qanday yo'q bo'ladi? Shu mahallada qoldi, uni aytaymi, magur. Sen jinnimisan? Qanday xalqning dardini ko'chada qoldirasan? Top bloknotni qayerda ham qo'chirding? So'rtamat. Tug'ilganingda miyangni o'zing qilganmidi? Voy yordamchisi. Bizning masala nima bo'ldi? Nima edi sizning masala? Go'sht. Ha, o'sha kun sizning masalangizni bloknotga yozgandik-ku. Bloknot uchun tegishli tashkilotlar kiryapti. Ha, kirganda ham yomon kiryapti. Qog'oz ber, qog'oz. Ber qog'oz yo'q ekan. Bolaligingda kindigingni to'g'ri kesganmisan, he? Ha, hokim yordamchisi. Bizning bog'cha masala nima bo'ldi bloknotga yozgandingiz? Sizning masalangiz hozir yuqorida shunaqangi yonyapti. Yonganda ham yomon Yomon lekin. To'g'risini ayt, qancha berib kirgansan ishga? Mulla aka, biz zakaz nima bo'ldi? Nima edi san zakazing? Yerda o'lsin. Menga svet ham kerak emas, gaz ham kerak. Bitta chotga yer topib beringlar, iloji bormi? Endi yaxshi yer kelmadi hali. Hech chiqmayapti lekin. Yuqoriga zakaz berganmiz. Yaxshisi kelsa aytamiz. Xo'p, singilcha. To'xtanglar. Mana o'sha bloknot Toshmat tualetdan chiqdi. Bu bloknotga ishonib qovurmanglar. Mana 15-yanvardan boshlab aholida qishloq xo'jaligini onlayn ro'yxatga olish boshlandi. Nima qilib beradi uning? Mana senga bog'cha yetishmayaptimi? Shuna oilaviy ahvolingda nechta bolang borligini kiritasan, yetishmayotgan joylarga bog'chalar quriladi. Mana seni go'sht problema qilayotganingni, qancha yering bor, nechta moling bor, shuni kiritasan, shunga qarab masalalar ko'rib chiqiladi. Mana rivojlanayotgan davlatlar ham har 10 yilda mana shu ro'yxatdan o'tadi. Sizlar ham onlayn ro'yxatdan o'tinglar. To'xtanglar. Yer nima bo'ldi, topib bermaysizmi? Ana ketasinglar. Hozir yurtimiz bor-ku, rivojlanish bilan bandda. Biz hamma ishimizni tashlaymiz, senga er qidiramiz, xo'pmi? Yer nima bo'ldi? Enangni eri bo'ldi. Yerchi? Ersirab o'l. Bir nima qilinglar mana uni. Yer kerak. O'l. Menga qara. Agar 24 soat ichida pullar qilib bermasang, o'lasan, tushundingmi? Hay eshaklar. Ey ayam. Kimga o'xshadilaring ya sanlar? Tur sen nima qilyapsan? Bor boshqa joyda o'yna. Sanlar ertadan boshlab meni ishxonamda ishlaysan. Tushundingmi? Ha? Tushundingmi? Dadang zajigalkasini nima olasan? Tur oldimga tush. Mana o't. Oldimga tush. O'tay, o't. Shu bilan boshingni yo'raman, onangga bolalar. Ado qildilaring, tamom qildilaring. Menga qara. Murabbo. Agar 5 minutda kashang yemasang, o'lasan ochdan. Sizlarga ham bitta aytaymi, yaxshi tushundilaringmi? Menga qara, bolalarni ajratmaysan, urishyapti-yu. Ayam gapini eshitmangmi? Ishkallarga aralashgan ko'rsa tering shilaman dedi. Agar ko'pchilik bo'lib ketib qolsa ham bor, bitta o'zlaring kelsanlarmi, muomala bilan chiqib ketlaring, xo'pmi? Yurak hal qiladi, ko'pchilik emas. Glavniysi seriozniy bo'llaring. Bolajonlar, kimda dadasini puli ko'p bala? Seni dadang nima ish qiladi? Biznesmen. Uylaring qayerda? Toshkent City. Uylaringda qachon odam bo'lmaykan, Yakshanba kuni tog'ga ketamiz. Yakshanba kuni tushamiz. Seni dadang nima ish qiladi? Men adam tergovchi. Ikkalangni ham gapingni eshitdim. Ikkalangni ham qamataman. Bog'chada yurib borku o'zimiz temalar qolib ketyapti. Iltimos sotib keting. Bor, uxla joyingga. Agar 200 million topib bermasak, boshimiz bilan javob beramiz. Tushunyapsanmi? Vahshiy jonimga tegdi. Oxiri tinchib chiqyapman. Jinnimisan, birovning bolasi-yu. Xavotir olma, Lala kuni yangi qadoqtasini tag'ib tinchib chiqyapman deyapman. Ko'rinish ozgina o'zgaribdimi? Ko'rinishim qo'yur. Sifatda vahshiy katta o'zgarish bo'lgan. Namlikni o'tkazmaydi, yumshoqqina materialdan tayyorlangan, vahshiy botmaydi. Xo'p, zo'r ekan.
200 millionni qayerdan topamiz? Menimcha bu seriozli gaplar boshqachada gaplashishimiz kerak. Tuyak yo'lda turib qoldik-ku. Ko'cha hayot, ko'cha sistema, mendan qolgan, sendan ham. Alo. Assalomu alaykum dada. Va alaykum salom. Saytdan 10 ming pul olib chiqib, qimorga yutqazib qo'ydim. Qaydasan sen? Boshim olib chiqib ketyapman. O'zi bu uyga ortiqchaman. Hech kim meni tushunmaydi. Amsiya. Yaxshimisiz, tinchmi, nima gap? Karta o'ynashni bilasizmi? Karta? To'g'lanimda karta o'ynayman. Qancha karta o'ynab olmoq edi. Nimaga? Qancha pul yutqizgan? Karta o'yinliklari. 10 ming. Shuni qaytarib olishimiz kerak. Bo'ldi, tamom. Menga bitta yemoqling bittada yutamiz. O'ynashni bilasizmi? Bilaman. Yuring. Bachangizdan kelibsan-da, Ismat? Avo, senlar pul yutqizibdi-ku, shu pulni qaytarib olishga keldi. Tikisha biron nimang bormi? O'yima tikaman. O'ynaysanmi? Qo'lish qanday? Shuni so'rab to'g'ri qildingiz, Amsiya. Kecha yiqilarimda men qo'lim yomon og'riydi. Bir doktorga ko'rsataymi yo? Qo'lish so'raydiman, qo'lish. Qo'lingizdagi kartani so'rayapti bu. Ha, 6-malda. Ha, yuring hay. Amsa yetaram nechida turasiz? Men ertaga soat 5:30da turaman, Amsiya. Turganimdan mollar kunjalasini beraman, keyin bedapress beraman mollarga qarang. Of. Necha yoshda maktabga borgansiz? Men maktabga 5 yoshimda borganman. Ha, o'ynash bilaman dedingiz-ku. Ay, to'yda zo'r o'ynayman. Onasini emsang, men sizga kartada o'tirman. To'y nima roqasi bor? Kartada o'tirmiz-ku. Hakka. Qaysini yurgi? Ha, 6 bormi? Ey, o gaplashmaganglar qanday bizga gap o'tganimiz yo'q-ku. Hay shuni yuzimizga aytsangiz ham bo'ladi, devol aytanchi, eshitib o'tiribmiz-ku. Astag'firullah. Nima bu? Ko'zi ko'rmaydi buni. Ha. O'ynamayman men-de. To'xtang. Mana nima o'ynayapsiz? Men yuring deyapman, 2 soatda men yuring tamom deyapman. Ha, bo'ldi, men tushundim sizni. Ana bu tuzot. Ana qo'pqaydi. Pardon, meni qo'limda karta bor. Ha? Qimor o'ynama dedi. Oxiri yo'q bu narsani, oxiri yo'q. To'xtang, o 10 ming so'm pul yutqazdim dada. Sizlar o'yin yutqazib o'tiribsizlar. Nima? Endi bu aka, men sizni akam deganman. Aka, gap o'g'il bolasi shuki. Vinzavodni menga bersangiz. Aka, rais bek kelibdi. Mandarinni po'chag'il. Yurakni po'chag'il. Jirillama. O'xshatdi. Leningadda birga xizmat qilgan sinfdoshlarga ham endi mafiyani yasab olmang. Xohlasangiz digi o'ynaymiz. Ha, rais, tinchlikmi? Beka kommentariyangizga bedapress sotamiz, tovuq ketay bor, xom g'isht teramiz, aldaysang Sardor deyotgan bolani shunga topib olib keldim. Qahmandi. Instagramga kirib olib hamma yoni bulg'oy bo'lgan senmisan? Kechiring beka. Nima, oyog'im tagida shabada uryapti desa, pastda degan yana sharasib qo'yibsan-da? O bola, sen men bilan o'ynashmaydi. Yana shu qulig'ingni ko'rsam, chatanavingni yirtib qo'yaman. Tushundingmi? Rais, sen ishingda nima gap? Beka bizda ishlar ketyapti hammasi. Xavotir olmang. Hozir Gazayda nomerading, O'zbekistonda nomeradingga chiqarib qo'yganmiz. Vahshiy dahshat ketyapti. Bu Gazayda qarang, ochilishini qarang. Ana to'ylar muborak. Qani, bitta ochib chaqib ko'rsangiz, maza qilasiz, ukajonim. Beka buni kattaligini qarang. Momez hammasini uyida keladi. Yaqinda assortimentlarni ko'paytirishyapti. Qurt, yong'oq, bodam, luboyidan bor, ya'ni biya qo'yib yuborishdi. Kimdir muammo qiladigan bo'lsa, hosilga yetgan. Qarab turaversin. Xo'p bo'ladi beka. Unda menga ruxsat. Qani.
Kachi qo'y yag'a. Kachi. Hosiliga teshding nima bo'ldi? Ha. Bekani kommentiga mol qochiramiz deb yozib qo'yibdi. To'nga qamab uraman deyordimmi? Endi mol qochiramiz emas, gazay bormi deb yozasan. Dokuz yetti uyizga chelak pag'di. Cho'qiring, qani ketdi. Supergeroy bo'lgan patishlarimiz aytibdi, cho'qir deyapti. Qera bo'lasa o'zi endi biz ana uni. Plan bosatgonni, siz meni tutib terasiz, yaxshi qiymat chelak pag yordam ber deyman keladi u. Mana bacham. Ha, deda. Mana jonim bacham, mana shu bilan uraman. O'ndirasiz kishi. Ya ungacha chelak pag qutqarishi keladi. Keladimi? Mana qo'maring, ha. Chelak pag yordam ber. Ha, baba Murodjon. Nima yordam kerak? Ash kishini qo'par mani urdi. Sen kimsan urasan bu Murodda? Sen kimsan, ha? Sen kimsan? Sen kim, bikim, men kim? Yo shu Amerikaga men tinchgina yuriydim, ichigalar kinolarga tushib, to'rsam pul qilib. O bira yordam deb choqirdi, bular qochaman desam, dom yo'q. Ama kay bu endi yordam emas. A yordam shu biz uchun, ha, to'g'ri? Amala eshakday bacha, mana bu qisib. Buni beli og'riydi, beli. Ha? Beling og'riydi-ku, beling. Nogiron demadim, harom. Beling og'riydi. Belim og'riydi, chelak yordam ber. Tasam tamommi? Rahmat, mayli, so'bi, mayli. Bitta ishlarni do'stmadikki bunga. Ay, bala, isimga yo'q bacham. Biz yo'l bilan bu, yana bir shapot urasiz, cho'qiraman keladi. Davay. Chelak yordam ber. Nima yordam? Ha, motabasa yana aladamana. Muncha qilishni qachon olaman? Betman! Gapiravering singlim, labay. Kallamni tuzyapti. To'yir bordigan tikan degan yo'q-ku, doktor bording. Yo, bu bachangiz boshini doktorlar tikadi, doktor ayting. Uyda gol qillik tekin mardikor ishlayapti, ha? Ha, dada, bittagina ish qo'lla. Davay, nima? Mana shu tualetni ham tozalataylik shunga. Uraman seni. Ne qiyapsiz-da shu gapingizga siz? Ana bachang. Ana, xo'la o'ldir, xo'lasay, men ketdim o'zimda hayotim bor. Tualet qara. Mayli kunjakka. Tozalayman, lekin taksi pul berasiz aka, maylimi? Men beraman, bilim. Bilaxon. Avvalo mana shu xonada kata-kata tuydi. Заработан потом и кровью. Бездонным миром и злобы не тая. Покуда есть надежда, я ухожу просто так. Прощай.